Dunyo tanigan brendni texnikasini uyingizga qo'yishingiz uchun ortiqcha pul sarflashingiz kerak emas. Eng taniqli brendni eng hadovoy konditsionerni oluvchiga qulay, sotuvchiga noqulay narxda ko'rsataman. Xuddi shu konditsionerlarni 6 million 300, 6 million 600, 7 million 800 minggacha ham sotishyapti. Taxmin qilib turinglar, katta chegirma kanali nech pulgacha narxini tushira oladi. Dizayniga bitta baho beringlar. Oppoq klassik rangda. Ustilari ham polностью глянцевый. Kompressoriga ham 2-3 yil emas, naq 10 yil garantiya beriladi. Digital inverter bo'ladi. Jabralari ham havoni tepaga, pastga, o'ngga, chapga qila oladi. Undan tashqari oldi tarafida polностью temir zashtalargacha bor. Narxini arzon aytsam, aniq original emas deydiganlar bo'ladi. Shunaqalar uchun ko'rsatib o'taman. Samsung Electronics tarafidan Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ichidagi radiatorlari ham oddiy golden fin emas, durafin bo'ladi. Zanglamaydigan materialdan ishlangan. Pulti termadachli, xona haroratini bila oladi. Konditsioner ulanmagan holatida ham tashqaridagi havoni haroratini 19 gradusligini bilyapti. Modelini ko'rsataman, narx-navosini istalgan joy bilan solishtiring. Arzon topa olmasangiz, shu videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Freon ham Air 32 odam tanasiga eng zararkam bo'lgan freon. Arzonligini eshitib servis senter bo'lmasa kerak deydiganlarga O'zbekiston uchun ko'rsatilgan servis senter nomeri. Anchadan beri LG, Samsung ishlatadiganlar biladi. Bularning komplektidan trubkasi, kranshlayni, kabeli chiqmaydi. Komplekti shu ko'rinishda bo'ladi. Boshqa joylarda xuddi shu konditsionerlarni 6 million 300 mingdan 7 million 800 minggacha ham sotilayotgan bir paytda masalaga bu narxini bor yo'g'i 329 dollar qilib beraman. Bundan ham katta chegirmalarni o'tkazib o'rmaslik uchun podpisatsiyani bosib qo'ying.